Assalomu alaykum. YouTube ijtimoiy tarmog'ida bizning kuzatgan podpischilarimiz bugun sizlarga egaladan Nexia 1 avtomobilimizga idealniy sotsiyada bunday holatdagi Nexia 1 bu yaqin o'rtada men o'zim ko'rmayapman, to'g'risi tim zo'r ekan mashin. Shuning uchun sizlarga tavsiya qilib turibmiz. Element 2006-yil lyuks konditsioner varianti konditsionerlari va ko'pchilik yoqadigan tramblyor motor, ekonomik bo'ladi bu va sistem koreyskiy motor bo'ladi. Hech yerda chatnoq, siniq, keyin udar yegan joylari yo'q. Kraskalar родной, bir qo'l haydalgan, bir qo'l ega haydagan 2006-yildan beri salonni olib egalar haydagan. Oldin farlarni yonib turishini qaranglar. Xo'sh. Bog'larning holati o'rtacha, mashinaning bir dona mo'ysha kerak va ozgina mehr beraversangizlar idealniy holatda. Nima deydi? Sunyaki sog' deydi-ku. Lyuks konditsioner varianti. Oynalar knopkada. Bir chiskga taqatib bersangizlar, mashin zo'r. Bemalol haydayverasizlar. Kraska yechildi, faqatgina o'sha orqa kapotunda toza kapot qo'ygan ekanlar. Shu vaqtda orqa kapotunda kraska bo'ladilar. Boshqa mirrodni izlangan ishlanmagandim. Idealniy sotsiyada turibdi mashinamiz. Aytganimdek bir mo'ykata berasizlar, haydayverasizlar. Xo'sh, obunachilarimiz bu mashinamizni sog'ni ham xato ko'rsatib o'tamiz. Yurgan masofasi 121 ming kilometr masofani bosib o'tgan, metan gazlari bor. Obunachilarimiz uchun egalari 50 million so'mdan ozroq kami bor deb narx qo'ydilar. Qiziquvchilar bo'lsa, telefon nomerlarini qoldiramiz. Pastda prямо egani o'zi bilan gaplashib, kelishadigan bo'lsangizlar, xaritada bossangiz bo'ladi. Keyin barter varianti asosida faqatgina Cobalt Midnight'ni qora svetidan bo'lgan bo'lsa, barter qilsak bo'ladi. Qiziquvchilar bemalol bog'lanaverasizlar va bizda boshqa har xil turdagi mashinalarimiz bor.